Qadimda ota-bobolarimiz nimaga immuniteti baland bo'lgan? Umuman kasal bo'lishmagan, baquvvat bo'lishgan. Chunki ular ilik sho'rva ichishgan. Hozir men sizlarga ilik sho'rvani foydalari haqida aytib o'taman. Dori-darmonlar umuman sizga kerak bo'lmaydi. Ilik sho'rvani ichida kollagen, fosfor, kalsiy juda ham ko'p bo'ladi. Bu suyuklaringizni mustahkamlaydi, bo'g'imlaringizda og'riq bo'lmaydi. Ikkinchisi, immunitetingizni oshiradi. Ilik sho'rvani tarkibida aminokislotalar juda ham ko'p. Uchinchisi, teri va sochlar uchun. Uni tarkibidagi kollagenlar, har xil minerallar teringizni yorqinlashtirib, sochlaringizni jilolashtiradi. To'rtinchi ta'sir qon uchun. Anemiya kasalliklarida, doimiy horg'in, holsiz bo'lib yuradiganlarga ilik sho'rva juda ham foydali hisoblanadi. Ilik sho'rvani qanaqa qabul qilish kerak? Yaxshilab qaynatib, ya'ni 4-6 soat qaynagan bo'lish kerak. Agar yog'liroq bo'lsa, ustidagi yog'i sidirib olib tashlash kerak. Bu videoni tanishinglarga yuborib qo'yinglar, ilik sho'rvani qanchalik foydaliligini bilib olishsin.